Assalamu alaykum, hürmetli aziz qarindoshlar. Men Tayirman Uyg'uriyan. Bugun sizlar bilan Uyg'ur tarixidagi eng muhim voqea hodisalarning biri hisoblangan Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonuni haqida savol-javoblar temasida söhbetleşmekçiman. Bu videoda Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonunining tarixiy arxa ko'rinishi. Bu qonunning asosiy mazmuni. Bu qonunning Uyg'urlar uchun ilib kiradigan ahamiyati. Bu qonunga chechishliq şirketler, mahsulotlar ve tadqiqot o'rinlari haqida bir qator asosiy savollarga javob bermoqchiman. Birinchi savol. Amerika Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonuni qanday qonun? Maqsadi nima? Mazkur qonun Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qul qilish orqali yaratgan ta'minlash zanjiriga Amerika shirkatlarining sherik bo'lishi, Amerika shirkatlarining Uyg'urlarni qul qilishini moliya bilan ta'minlashni cheklaydigan qonundan iborat. Mundaqcha aytgan chaqda vatandan keladigan barliq xom materiallar, pishiqlab ishlangan mahsulotlar yoki mahsulot tarkiblari hammasi birdek holda Uyg'ur majburiy emgak bilan ishlangan deb qaraladi va buni import qiluvchi shirkat yoki guruhdan bu mahsulotning Uyg'urlarning qul qilinishi bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ochiq va kuchli holda isbotlash talab qilinadi. Mazkur qonunning tarixi. Mazkur qonun qachon qandaq ma'qullangan? Qachondan boshlab ijro qilinadi? Mazkur qonun Amerika tarixida chetilish iqtisodiy summasi eng yuqori jazo turidagi qonun hisoblanadi. Shundaqla har ikki partiya kuchli qo'llangan qonun hisoblanadi. Bu qonun 2020-yili 9-oyning 22-kuni Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida tanishtirilgan. 117 navbatlik Davlat Majlisida qayta tanishtirilgan ve 2021-yili 7-oyning 14-kuni Kengash palatasida 8 dekabr o'xshash yana bir qonun Avam palatasida ma'qullangan. İki nusxaning farqlarini chiqarib aytgan oxirgi to'silgan nusxasi 2021-yili 14 dekabr Avam palatasida, 16 dekabr Kengash palatasida ma'qullangan. 2021-yili 23 dekabr prezident tarafidan imzolanib kuchga ega qonunga aylangan. 2022-yili 6-oyning 21-kunidan boshlab, ya'ni mush yil o'tgan oydan boshlab rasmiy ijro qilinib yo'lga qo'yilyapti. Undaqda bu qonun nima uchun bu qadar alohida qonun? Bu uchinchi savolimizga tuvandagi bir necha nuqtalardan mutaxassislar javob beribdi. Bunun ichida birinchisi bu qonun Amerika Xitoy munosabatidagi eng kuchli qonunlardan biri. Chunki bu Xitoyning iqtisodiy tomirga gayet zor zarb beradi. İkinci, bu qonunning yana bir kuchli tarafi bu Amerika qonunlarınınki yana bir yadroliq aloyligi bilan aloqador. U bo'lsa-mu, sen o'zingning gunohsizligini isbotlamaguncha jinoyatchisan. Bu bizning vatandan mahsulot import qilgan har qanday shirkatga qarata sen avval o'zingning gunohsizligini isbotla, bo'lmasa jinoyatchi hisoblanasan degan bir o'zgacha bo'lgan bir moddani bekitgan. Nima uchun buni o'zgacha deymiz desa, chunki Amerika qonunlarida mutaxassislarning deyishicha azaldan gunohkorligi isbotlanmoqcha gunohsiz, ya'ni jinoyat poki tepilmoqcha bir odam gunohsiz hisoblanadi degan bir modda bor. Yoki shuna bir qoida bor. Ammo bu qoida Uyg'ur qonuniga kelgan vaqtida bizning vatan mahsulot ishlab chiqargan shirkat nisbatan aytgan chaqda o'zgargan bir holatda oshkor bo'lmoqda. Üçüncüsü, bu qonunning chetilish doirasi gayet zor. Ko'lami intayin cho'ng bo'lgan shirkatlarga chetildi. Bu qonun dunyo bo'ylab necha yillardan beri cho'ng shirkatlar, jumladan olma shirkatidan boshlab toki Walmart, Amazon, hammasi Xitoy bilan bo'lgan savdo sommasida Uyg'urlarni qul qilib ishlangan azon baholiq mahsulotlarni sotib olib Xitoyning savdosini rivojlantirib kelgan. Endi bu qonun shularga javob beradigan yoki ularni cheklaydigan muhim, ya'ni ko'lami va chetilish doirasi gayet zo'r bo'lgan bir savdo qonuni hisoblanadi, ya'ni savdoni cheklaydigan bir qonun hisoblanadi. To'rtinchi, bu qonun Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak kuchidan gayet zo'r darajada foydalanishni yoki cheklaydi yoki ostiladi. Mazkur qonun Amerikada Uyg'ur degan ismni anglab boqmagan ochko'z savdogarlarning hammasiga Uyg'urning kimligini bildirdi deyishga bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu qonunni qaysi organlar ijro qiladi deganda bu qonun Amerikaning
Devlet Bexatarlik İdaresi, Homeland Security ve onun tarmağındaki asaslı kanun icra kılıcı en çoğun organ Tamojna Başkuruş ve Asraş İdaresi, yani US Customs and Border Protection, CBP degan idare tarafından icra kılındı. Şundaqla bu kanunu icra kılış için mezkur kanunun özüde bu kanunu icra kılış için nurgun federatsiyaga alaqadar hükümet organları birleşme halda hemkarlık grupsi kurgan bulup buni Interagency Forced Labor Enforcement Task Force yani idareler ara mecburi emgekni çekleş kanununu icra kılış grupsi deb bir kanun grupsi icra kılış grupsi kurulgan. Bu iki organ bir bulup icra kıldı degan gap. Undaqda mezkur kanunun icra kılış stratejisi qanday? Mezkur kanun icra kılınış cihetimi başka kanunlardan fark kılındı. İcra kılınış cihette oxşamayan tarafları qanday dese, birinci bu kanunda şirketlerinin due diligence belgilemesi küçük bulup, bu deganlik şirketlerinin mezkur kanunu icra kılışda pasif holatda turishdan ko'ra tegishlik tirishchanlik qilishi lozimligini ko'rsatdi. Bular qanday tirishchanlik qildi bu shirkatlar desa, bular oldi bilan birinchi paychak egalari va sheriklari mushu qonun bilan aloqador bo'lgan shirkatlarningki paychaklari va sheriklari bu ishga aralashadi. Xatar va ta'sirini baholaydi o shirkatlar. Mazkur qonun ijro qilish jihatda. Harakat o'lchami tuzib chiqdi. Mazkur qonunni qanday ijro qilishimiz kerak degancha o'zining shirkatlarining xodimlariga harakat o'lchami tuzib chiqdi. Ta'minlash zanjiri bo'yicha xodimlarni tarbiyalash olib bordi. O'zining shirkatlari nereden mahsulot import qilamiz? U yerdagi bu shirkatlar bizning mahsulotlarimiz mecburi emgekle aloqador yo'qmi degan soha bo'yicha o'zining xodimlarini tarbiyalaydi. Beshinchisi ijro qilishni nazorat qilish. Mazkur qonunning o'zininki ta'minlash zanjiri jihatdagi ijro qilish nazorat qiladi. Qonunga xilof qilmishlarni tuzdi. Yettinchi mustaqil holda baholab chiqdi mazkur qonunning ijro qilinishi, ahamiyati va ziyni har qaysi yerlarni. İcra ahvolini doklad qildi. Endi ijro qilish strategiyasiga ikkinchi cho'ng strategiya nima desa, Xitoydan oldi bilan Xitoydan mal import qiluvchi shirkatlarga qonunni ijro qilish haqida belgilamlar o'rgatiladi. Masalan, CBP'ninki guideline deydigan shu vaqtdagi ko'rsatma ijroatlarini qanday ijro qilamiz degan vaqtdagi tuzumlarni shu shirkatlarga o'rgatadi. Uchinchisi shu desa, andin cheklangan shirkatlarning tizimligi bu shirkatlarning qo'lga tutqizildi. Ma shirkatlardan cho'qim mal import qilmaysa, sotib olmaysa, bu shirkatlar cheklangan. Bu shirkatlarningki Uyg'ur mecburiy emgakni ishlatish tarixi bor. To'rtinchisi shirkatlar, tadqiqotchilar, taratqular shaxslardan fikr oldi. Majbur qonunni ijro qilish jihatda shirkatlardan fikr oladi. Hammani jamlab ijro qilish tartib strategiyasini e'lon qiladi. Bu qonun ijro qilishning burungi jarayoni ekan. Alayda diqqat qiladigan mahsulotlar 4 sohani bekitgan bo'lib, bular kiyim-kechak, paxta to'qilma mahsulotlari, elektronik mahsulotlar, sho'xli mahsulotlar qatorliq mushu 4 sohadagi har qanday mahsulotga bizning vatandan kelgan mushu 4 sohadagi har qanday mahsulotga alohida keskin tadbir qo'llanadi, tekshirishni cho'qim qat'iy kuchaytirdi degan gap. Mana bo'lsa 6-chi mazkur qonunni ijro qilishga asos talablar qaysilar? Shirkatlarga nisbatan. Birinchi, barliq mahsulotlarning ta'minlash zanjirini hujjatlashtirib topshirish kerak. Bu intayin murakkab bir jarayon bo'lish kerak deb o'yladik. Bu tavsiyalar shunday qarabdi. Chunki bu mahsulotlarniki vatandagi har qanday mahsulotniki ta'minlash zanjiri. Xam material nereden sotilgan, kim orqali to'shilgan, bunun sağlam məbləğini şirkət sağlamı, hökumət sağlamı, Xitay hökuməti sağlamı. Anikin bu şirkətdə işlətqan xadimlarınki arx görünüş qanda deganlar haqida. İkincisi, məhsulotlarni sotib və ishlab chiqarish bosqichlarini rasmlashtirib topshirish kerak. Uchinchi, bizning vatanimizdagi mazkur mahsulotlar ishlab chiqarilgan joylarning xaritasini ta'minlash kerak. Ya'ni siz sotib olgan bu mahsulotlar mustamlika ostidagi Uyg'ur vatanida qaysi rayonlarda, qaysi joylarda ishlab chiqarilgan. Şunun xaritasini bizga ta'minlang deb Amerika hukumatı shirkatlarni talab qildi. 4-chi, har bir bosqichga aloqador shirkat o'rinlarning tizimligini, ularning tijorat tarixini ta'minlash kerak. Bu deganlik xam materialniki nurg'un tarkibi bo'lsa yoki ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotniki har qanday
shaklga kirgan bir holati bo'lgan bo'lsa, shuningki har bir bosqichida qaysi shirkatlarni o'z ichiga oladi, ular qanday shirkatlar, shuni birdan-bir ta'minlash kerak. Beshinchisi, mahsulotni ishlashga qatnashgan ishchilarning tizimini topshirish kerak. Bu eng murakkab bir jarayon ekan. Ya'ni buningga qatnashgan ishchilar kimlar? Uyg'urlarmi? Ular o'zining roziligi bilan qatnashganmi? Agar shunday bo'lsa, uning paketi nima? Degandek, yoki u ash Uyg'urniki tarixi, bütün ahvollarni topshirish kerak degan bir savolga belgilama ekan. Unda bo'lganchada 7-chi mazkur qonun xalqaro qandaq inkaslarni paydo qildi. Bu qonun e'lon qilingandan boshlab toki ijro qilishga bir hafta qolgan qadar bo'libmi ijro qilishga bir oy qolganda bu qonun haqidagi turli g'ulg'ullar meni diqqat qilishimcha ikki sohadagi insonlarning diqqatini ko'p tortdi. Birisi qonun sohasidagilar. İkincisi soda sohasidagilar. Bu qonun sohasidagilarmi albatta soda qonuni bilan aloqador, xalqaro soda bilan shug'ullangan qonun sohasidagilar ko'proq ko'pkan, to'g'ridan izlashimcha. Uningdan boshqa soda sohasidagi cho'ng shirkatlar, Xitoy bilan soda qilgan barliq shirkatlarniki hammasiniki g'oyat zo'r munozaraga sabab bo'ldi. Mayli YouTube bo'lsin, mayli Google orqali izlaganda bo'lsin, g'oyat mulohizalar bu qonunninki ijro qilishda jinoyat o'tkazilmaslikning oldini uchun qanday qilish kerak? Bu qonun Amerika shirkatlariga qanday foyda, qanday ziyonlarni olib keladi? Bundan keyin Amerika shirkatlari agar bizning vatanda soda qilgan bo'lsa, u yerdan qanday yutkash kerak ta'minlash zanjirini degandek nurg'un ta'sirlar paydo qildi. Bu shirkatlar bilan aloqador tarafi. Ammo bu shirkatlar bu qonun sohasilarining boshqa kimlarning diqqatini tortgan desa, bu albatta bu qonun oldi bilan Xitoyni qattiq beram qilgan qonun deyishga bo'ladi. Chunki Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu qonunni yolg'on Amerikaning Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotini cheklash uchun, Amerikaning ish ketishning oldini olish uchun chiqargan majburiy emgakdan iborat yolg'on uydurma hadisiga javob berish uchun chiqargan tuhmatlik bir belgilamasi, tuhmat deb buning raddiya qaytadi. Aqsaray tashqi ishlar ministrligi Amerika savdo ministrligiga o'rinlab bayonot berib, uqtirish taqatdi shu qonunni ijro qilish va bu qonunning ahamiyati, maqsadi haqida birdek uqtirish va bayonot taqatdi. Shundaqla qonun ijro qilish tarmoqlarimi bu vaqtda masalan savdo ministrligi, chegara boshqarish idoralari, undan boshqa bir necha hukumat organlari bu shu qonun haqida o'zininki xizmatchi xodimlarga va aloqador shirkatlarga maxsus uqtirish va bayonot taqatdi. Buni to'g'ridan izlab topqil bo'ldi. Demak, bu Amerika va Xitoy o'rtasidagi ta'siri eng kuchli bo'lgan bir qonun deyishga bo'ldi. Shunaqla bu qonun Kanada, Yevropa ittifoqi, Avstraliya, Yaponiyadagi Uyg'urlarga diqqat qilayotgan boshqa cho'ng parlament a'zolari bo'lsin va yoki shirkatlar bo'lsin, hammasiningki diqqatini tortgan, diqqat qiladigan, chunki bu qonun uzun o'tmay shu yerda agar Uyg'urlarning inson haqlariga ko'ngil bo'ladigan shaxslar bo'lgan bo'lsa, ularni Amerikadan o'rganayli degan bo'lsa, o'zining manfaatini asos qilgan savdo shirkatlari uchinchi desa, u shirkatlar biz shunday bir qonunni kelib chiqishini oldin olish uchun qanday qilishimiz kerak degandek shirkatlarniki mulohizalarini to'g'ridan topqil bo'ladi har qaysi tillarda. 8-si qonunga qarshi turuvchilar kim? Mazkur Uyg'ur majburiy emgak qonuniga qarshi turuvchilar zodi kim? Xitoydan boshqa, albatta Xitoy birinchi qarshi turuvchi, chunki Xitoy uchun g'oyat zo'r iqtisodiy ziyon, obro'y ziyon, odam kuchi va nurg'un ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setish jihatdagi oqibatni keltirib chiqargandan boshqa Xitoyning bundan keyingi iqtisodiy taraqqiyot cheklaydigan muhim bir sabab bo'lib qoladi. Ammo undan boshqa shu desa, vatanimizdagi qul emgiki ta'minlash zanjiriga bog'langan nurg'un cho'ng shirkatlar bor Amerikada. Bularning ichidan masalan Alma, Nike, Coca-Cola qatorliq shirkatlar mazkur qonunning ma'qullanmasi uchun davlat majlisida maxfiy lobbichilik qilgan. Bu ularningki mazkur qonunninki ma'qullanishiga qarshi turgan bu lobbichilik voqealari Washington pochtasi tarafidan bayqilinib
obzor shaklda e'lon qilingan. Natijada bu shirkatlar qayta bu qonunga qarshi lobbichilik qilmagan. Uningdan keyin nurg'un shirkatlar albatta bu qonunga qarshi olmaslik pozitsiyasida bo'lib kelgan. Chunki ularning bevosita manfaatiga chetiladi, iqtisodiy taraqqiyotga chetiladi. Shunga ular bu qonunni qarshi olmagan ahvollar ko'p uchraydi. Lekin Amerika hukumatining bunun tutgan pozitsiyasi biz tövəndiki sual cavabları təxmin təfsil tanıştırırız. 9-cısı, undaqda bu Uyğur məcburi əmgikinin kölümü zadı qançılıq. Bu Uyğurlarınki Uyğur məcburi əmgik qanunu maqullanğan olsa, bunun kölümü zadı qançılıq degan bir sual çıxdı. Bu çağda hazırca qul qılınayotgan Uyğurların sani haqida aniq və bir təklik gələn məlumat yox. Bir qism tədqiqat dokladlarda 100 min, en az bo'lganda 100 ming debdi. Yani bir qismlarda 1 million atrofida debdi. Ko'proq qo'llanayotgan son shu 1 million atrofida deb qaralibdi. Ammo mening qarashimcha, tayrim bo'lish bilan mening izlanishim bo'yicha qanchada bu son kam bo'lganda 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur majburiy emgak qilinayotgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Nima uchun degan chog'da Xitoy şu kadar köp Uygurlarını tutqun qildi. Uni bevosita qo'yib etsa, Uygurlarniki jamiyatga chiqib Xitoy uchun masala paydo qilishiga Xitoy hargiz yo'l qo'ymaydi. Ular shundaq Xitoy u yerda 2 yil, 3 yil lagerda yetib chiqqan Uygurlarni qo'yib etsak, bu Uygurlar bizga qarshi chiqadi deb qaraydi. Shundaqla ular salomatlik jihatdan nacharlandi, o'ziniki burunqi kasbi xizmetidan ayrıldı. Uçaqda o Uygurlarınki hech qanday iqtisodiy qimmat yaratish afzalligi bo'lmaydi. Buningdan Xitoy foydalanib, jamiyatga chiqib pulini pika yuk qilguncha pulni ishlatib biz foyda yaratmaymizmi? Pul o'lsa ish o'rnida o'ldi, agar o'lmasa biz uchun foyda yaratadi degan bir logikasi bo'yicha bu Uygurlarni ish qiladi. Shuning bilan bu xil Uygurlarniki soni aslab oshadi. Uningdan boshqa Xitoy Aqsu, Qashqa, Xotan, Korlanınki çölge yakın rayonlarda mesela alaylık Aksu'nunki Aral, anınkin Maralbiş'ninki Herbi Bintuen Herbi lagerlere yakın caylarının hemisi de yeni zavut, yeni terakkat rayonlarını kurup o terakkat rayonlarını bir şehir kılıp terakkat şehirçisini taşkı dünyadan ayırıp şu Uygurlarını mınlap köçürüp sırtqı çıqılmaydigan, onun her bir nazorat qilingan, ammo bir shaharning o'zida yashaydigan qilib, uni majburiy emgak bazasi qilgan. U burunqi zavodga qaraganchada biroz keng bo'ldi, ammo uning harakati o'xshash cheklanadi. Bu haqidagi maqolami yangidan e'lon qilinish boshlayotdi. U nuqtani olgan chog'da 5 million degan sonmi biroz ehtiyotchan bilan deyilgan son deb qarashga bo'ladi. Endi bu xil məcburi emgakning kölümünü bilish uchun desa, yana dunyodagi har bir kiyim-kechakning birsi bizning vatanimizdan chiqadi. Har qanday kiyim-kechak bo'lsa, 5 ning birsi bizning vatanimizdan chiqadi degan gap. Bütün dünyadagi quyosh energiyasi materiali, polisilisiyon, kirimnining 45% bizning vatanimizdan chiqadi degan gap. Yani hozir kishilar uylarda ishlatadi, şirketler işletiyor, zavodlar işletiyor, quyosh energiyasi bek köp, g'arbda en köp qo'llanilgan energiya manbasi biri. Yine chiroq ishlatmay turib, kunduzi quyoshdan olgan nurni kechasi yondiradigan energiya. Bunun ishlatilgan materialning 45% bizning vatanimizdan chiqadi. Buni ishlashga desa, Xitoy Uyg'urlarni qul qilib ishlatadi. Uchinchisi, sho'xli mahsulotlarning 25% bizning bisiladigan davlatimizdan chiqadi. Uyg'ur davlatimizdan chiqadi. Bu 25% degan gap, sho'xlar turdagi mahsulotlar biz faqat sho'xli qiyamini ko'proq deymiz, ammo undan ko'p yana nurg'un sho'xli ishlatilgan nurg'un mahsulotlar va xam material qilingan. Ularning hammasi 25% bizning vatanimizdan chiqadi degan gap. Dunyodagi cho'ng 17 soha, kiyim-kechak, elektron, yezigilik degandek soha bo'yicha mahsulot emas, soha bo'yicha 17 soha Uyg'ur majburiy emgak ishlatilgan. Ular bo'lgan chog'da soha 17 bo'lsa, necha 100 ming xil mahsulot degan gap. Mahsulotning turi, masalan, bir xil sohada necha 10 ming mahsulot ishlab chiqarilishi mumkin.
Bütün dünyadaki neçə 100 min türlük məhsullarını təminləşsən jiri bizim vətənni bilan tutuşudu. Bu deganlik Uyğur məcburi əmgəkidən payda almaydigan cinayətçilər dünyada nəhayət az. Çoğun guruhlar, maliyyə guruhları, şirkətlər, hökumətlər bilib bilməy bizniki məcburi əmgəkə sınıvatqan Uyğur xalqının qini bilan bağlanğan buludu. Demek bunun kölümü gayet zoru. Şuna bu kanunun muhimliği şu kadar muhim ki çünkü bu dünya boylap Uygurlarını kul kılış bedeliga can bakıvatkan, biyivatkan barlıq şirketlerge zərb verildi. Zərb verişke başlandı. Aval Amerika'nın başlandı. Ama kanunun icra kılınışı da münasebet belirlemelerine qaraganda Amerika hükümeti bu kanunun xalqaradımı tən icra kılınışı üçün özünün ittifaqdaşları və başqa həmkarlaşqan dövlətlər arqılıq şu məcburi əmgəkə əlaqədar məhsullarını kirgizməslik, import qılmaslıq haqqında başqa dövlətlər bilan kengəşkən bir mexanizmni bərpa qılıbatıdı degan mülahizələr və uçurlar var. Məzkur qanunun şununla aid təşəbbüslər barkən. 10-cu məcburi əmgəknin barlığını isbatlaş tarixi. 2014 yıldan 2018 yılgacha bo'lgan 4 yil ichida tadqiqotchilar, iqtisod tadqiqotchilarininki bayqishicha vatanimizda paxta ishlab chiqarish umumiy qiymati g'oyat zo'r miqdorda oshgan. Burunqi mesela 2014 yildan 2018 bo'lgan 4 yil ichida burunqi har qanday vaqtni eshib ketgan. Bu hal Uyg'urlarni va bizning vatanimizning kuzatuvchilari orasida zo'r gumon qo'zg'agan. Shuning bilan bu vaqt tadqiqotlar olib berilgan. Buning ichida oldi bilan Amerika strategiya tədqiqat mərkəzi CSIS-ninki Xalqara Strategiya Mərkəzinin bir tədqiqat maqaləsi elan qılınğan. Bununla Şinjandakı çikitlərini bağlaş, məcburi əmgək deyə isim qoyulğan. Yəni bizninki vətənimizdəki əlaqədar barlıq məsələlərini özara bir-birə bağlaş və bunun kesiş noktası nəyə bağlandıqsa məcburi əmgəkə bağlandı. Yəni lager, pərzəndlərin ata-anasını ayırış və həkaza həmmisini yığıb gələn vaxtda məcburi əmgək bilan əlaqədar degan bir nöqtə var bu maqalədə. İkinci çoğ maqalənin tədqiqatının birisi Avstraliya Strateji Tədqiqat Mərkəzi. Əmdə bunun kirişdən burun yeni bir nəsini də qoyulum gəldi. Məcburi əmgəkni isbatlaşda aldı bilən tədqiqatının rolu gayet zor bo'lgan. Yəni alimlar bu məcburi əmgəkninki bağlılığını isbatlaş üçün uzun müddət pakt asasında Xitayning hüccətləri, guvaçılar, statistika, nurg'un narsani tədqiq qilib, şu məcburi əmgəkninki rastlıqını isbatlab chiqqan. Keyin buni ikkinchi bosqichda medialarga bergan. Medialarga bergandan keyin media buni e'lon qilib, taratqular va buni xalqarada gayet zor ta'sir qo'zg'atgan, tədqiqat nəticəsini e'lon qilib. Üçüncüsü advocacy, himayəçilik, aktivizm, lobbyçilik organları bunu gayet zor dərəcədə Amerika hökumətiga və qanun çıxarğıçılığa şu tədqiqat və media arqılıq, nəticəsi arqılıq şunu hökumət organlarına muşunda buluvasızlar, hərəkət qollanmamızlar deb göstərgan. Həm də bizniki mavida vatqan aldı bilən tədqiqat organlarınınki qanday bir bu vaqtdagi əmgəkləri qandaq degan haqida biz tanıştırıb kelyapmiz. Bunun içindeki birisi Amerika Strateji Tədqiqat Mərkəzininki bayatın degəndək çekitlərini bağlaş, məcburi əmgək degan maqaləsi. İkincisi Avstraliya Strateji Tədqiqat Mərkəzinin Uyg'urlar sıtılmaqda namlıq zor həcmli tədqiqat maqaləsi. Bunundakı avtorlar Vicky Xu Jingshu, Daniel Covey, James Lobold, Kelsey Monroe, Nathan Russell qatarlıq 5 nəfər tədqiqatçınınki Uyg'urlar sıtılmaq namlıq maqaləsi bu vaqtdaki davr bölgücü əhəmiyyətə ega bo'lgan intayın mühim maqaləsi hesablandı. Bunundakı Xitay qız Vicky Xu Jingshu Uyg'urninki məcburi əmgəkini isbatlag'andan keyin Xitoyda buni g'oyat zo'r haqorat qiladigan, o'lim tahdid qiladigan ishlar ko'payib ketgan. Hozir bu Xitoy qiz Avstraliyada bugun bir Avstraliyalik degan gazetda obzor va bu vaqtdagi ziyoratga javob beribdi. Uningki timsi
Xitoyning sanoatlashgan xo'rlash sistemasi degan nomli maqola ekan. Bu kuchli ta'sir qo'zg'adi bugun. Bu shu maqolada o'sha Xitoy qizg'a Xitoy hukumatining va Xitoy trollarining qanchalik hujum qilganligi, ya'ni Uyg'urlar uchun qilgan harakatlar sababli shu maqola tafsil tonishtirilgan. Bu Xitoy hukumatining mohiyatini oshkorlab bergan muhim bir hodisaning birisi. Bu munosib bo'lganligi uchun eskartib qo'ydik. Endi bu Avstraliya strategik markazi bu maqolasida Uyg'urlarning qul o'rinda ishlatganligiga oid sonliq ma'lumot paketlarini tunjiqdim ilmiy va keng ko'lamda tonishtirilgan. Bu maqola mush sohadagi bo'sish xarakterlik ta'sirga ega maqola deyishga bo'ldi. Bu maqolada chunki dastlabda 80 ming Uyg'ur ishkirga qul qilinish uchun Xitoy shirkatlariga o'tkazilgan. Bular 83 tane xalqaro dangliq markani ishlab chiqaradi. Bular 27 tane Xitoy zavodiga taqsim qilingan. Degandan iborat bo'lib, bu Xitoy zavodlarininki adresi, ismi, 83 nafar dangliq markaning ismi, adresi, 80 ming Uyg'urning qaysi vatanimingningki qaysi viloyat shaharga o'tkazilganligi hammasi tafsili xotirlangan. 3-chi cho'ng doklad majburiy emgak qonun chiqishidan burungi bu qonunga ta'sir ko'rsatgan muhim dokladlardan birisi, tadqiqotlardan birisi Davlat Majlisi Xitoy ishleri komitetining 2020-yillik kishilik huquq dokladida majburiy emgak alohida yer olgan. 4-chi doklad İnsan haqlarini kuzatish tashkiloti Human Rights Watch ninki 2021-yillik aprel dokladi. Dokladning ismi ularning bog'lanishini uzish yiltizini quritish deb ism qo'ygan. Bu Xitoyninki Uyg'urlarning yiltizini quritish haqidagi bir jumla ifodasi bo'lib, mushuni dokladning ismi qilgan. Buningda majburiy emgak alohida yer olgan. 5-chisi Sheffieldda Hallam universitetining xalqaro ta'minlash zanjiri nomida 2021-yilda aniqlangan tadqiqot dokladi. 6-chi doklad Amerika Hudson institutidan Xitoy tadqiqotchi Han Lianchao'ninki 2019-yil avgust oyida nashr qilingan kitobi. Bu kitobda Xitoy Han Lianchao kam bo'lganda 500 mingdan 800 minggacha Uyg'ur majburiy emgak bilan o'xshamagan sohalarda qul qilinyotidi deb yozgan. Bu Xitoyning nurg'un paketlarni, dokladlarni keltirgan va uning bu kitobidagi paketlar shu munosabatlik tadqiqot dokladlari uchun zo'r ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki bu Xitoyga qarshi bo'lgan tadqiqotchilar birisi bo'lib, Amerikada Hudson institutida Mike Pompeo va bizningki Nuri Trikel akimiz qatorliqlar ishlaydigan shu yerdagi Hudson institutining tadqiqotchisi va bir necha kommunizm ziyonkashlik uchrag'uvchilarininki xotira sarayidagi yerning bir tadqiqotchisi hisoblangan bir Xitoy ekan. Bundan boshqa 2019-yili sentabr oyida Nuri Trikel apandi Davlat Majlisida guvohlik berib, Uyg'urlarninki bizning vatanimizda majburiy emgakka silinishninki g'oyat zo'r darajada sistemlashgan, ko'lamlashgan ekanligini, Amerika hukumatining buni darhol to'xtatish uchun harakat qo'llanish lozimligini tashabbus qilgan va mazkur Uyg'ur majburiy emgak qonunini cheklash qonunining ma'qullanishida ham guvohlik berish, ham siyosat va belgilamalari tavsiya qilish, shundaqla bu qonunning ma'qullanishi uchun izchil yetakchilik qilish rolini o'tagan. Nuri Trikel apandining bu qonunni ma'qullanishdagi rolini bu vaqtdagi barliq hujjatlari alohida ta'kidlabdi. Demak, shaxs nuqtasini olgan chog'da bu qonunga kuch chiqargan muhim organ yoki shaxs tilimasi Nuri Trikel apandi ekan. Uningdan boshqa medialardan 2020-yili avgust oyida New York vaqt gazeti shu bizning vatanimizdan ishlab chiqarilgan barliq paxta o'z ichiga olgan kiyim-kechak va boshqa mahsulotlarniki Uyg'ur majburiy emgakdan keldiganligini isbotlab yozgan bir parcha maqolasining ta'siri pek zo'r bo'lgan. Undan keyin
Wall Street Journal, Axios qatarlıqlarmı muşununğa ait Uyghur mecburi emgekni təminləş zənciriga kirgizdigan paxta məhsulotları haqidagi bir qator faktlarni sungan. Hem dervaqe bu qonun ma'qullanish uchun kuch chiqargan organlar shu desa, bu qonun uchun lobbichilik qilgan organlardan Amerika Janubiy Baptist chirkavi, yani bu Amerikadagi a'zosi eng ko'p bo'lgan, ta'siri zo'r bo'lgan bir chirkav hisoblanadi ekan. Bular bu qonun uchun ko'p zo'r kuch chiqiribdi, bular ma'qullash kerakdi. Undan keyin Adrian Zinzning roli bo'libdi. Undan keyin Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ve Amerika Uyghur Birleşmesi bular mening kuzatishimcha ve mening izlashimcha ve mening şahit bo'lishimcha o'tgan 3 yilda bular Uyg'ur mecburiy emgakni cheklash qonuni uchun shundoq dunyo Uyg'ur qurultiyi mushu chunki men bularningki doktorlarini ko'rdim, yig'inlarga qatnashgan vaqtimda bularningki mushu qonunninki ijro qilinishi haqida xalqqa bo'lsin, tashkilotlarga bo'lsin, hukumat organlariga bo'lsin, bu qonun cho'qim ma'qullanish kerak degan haqidagi tavsiyalarni ko'rdim va shahid bo'ldim. Bu nuqtani olgan chog'da Uyg'urlarningki 3 tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur Birleşmesi ve Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonuni uchun ko'p kuch chiqadi deyishga bo'ladi. Undan keyin Uyg'ur majburiy emgakni cheklash ittifoqi degan bir guruh qurilgan bo'lib, bu necha yüz teşkilatlar bununla cem bo'lgan. Bu teşkilatning roli zo'r. Bununki enduyghurforcedlabor.org deganda bununla degan tor bekatda bularningki tizimdagi, bularningki paktlari, tirishchanligi, bayonotlari, birlashma imzolari hammasi tanishtirilgan. Undan keyin Dunyo Yahudilarni nazorat qilish tashkiloti, World Jewish Watch, Jewish World Watch degan tashkilotmi bunun roli gayet zo'r bo'lgan. Chunki bu yerdagi advokatlar mazkur qonunga ma'qullanish uchun ko'p aydakchilik qilgan. Xo'sh, unda bo'lsa, Xitoylar Uyg'urlarni qanday mahsulotlarni ishlab chiqarishga majburlaydi. Yuqorida biz qonun haqida konuştuk. Unda bo'lsa, bu qonunninki zarar berish obyekti bo'lgan mahsulotlar qaysilar, Uyg'urlar qanday turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga majburlanayotgan. Birincisi bunun da Amerika hükümeti 4 türdeki sahane birinci o'rin qo'ygan. Bunun birisi kiyim-kechak, to'qilma buyumlari, girim buyumlari, oyoq mahsulotlari. Bu dunyodagi bunaqa qanchada paxta mahsulotining 5dan 1%, vatanimizdan chiqadi ekan. Bütün Xitoyda ishlangan paxta mahsulotlarining 85% bizning vatanimizdan chiqadi ekan. Bütün dunyodagi paxta mahsulotlarining 5dan 1% yani 5dan 1'si yine 20% 5dan 1 degan 20% bizning vatanimizdan chiqadi. Masalan Adidas, Gap, Puma, Dior, Chanel, Gucci, Levi's, Sephora, Costco, Michael Kors, North Face, Anta, Zara degan mushu danliq mahsulotning hammasi Uyg'urlarning majburiy emgaki qini bilan bo'yalgan mahsulot, a'zo mahsulotlarni sitib, ekilib, jon boqdi degan gap. Ya'ni biz nurg'unlarimiz Amerikadagi Uyg'urlar va Yevropadagi Uyg'urlar iqtisodiy ahvollari yaxshirib bu markalarning hammasini bilib deb o'ylayman. Bu mahsulotlar hammasi ve biz tilganmagan yani nurg'un danliq mahsulotlar bor. Ular shu enduyghurforcedlabor.org da ve Uyghur mecburi emgakni nazorat qilish to'r bekatlari va qonunni. Shu to'r bekatlarda g'oyat zo'r sondagi mahsulotlar va markalar tizilgan. Men yuqorida faqat biroz mashhur bo'lganlarni tizib qo'ydim. Undan keyin elektronlik mahsulotlar. Bunun ichida quyosh energiyasi asas qilingan mahsulotlar. Quyosh energiyasi asas qilingan mahsulotlar bek ko'p. Bu elektronlik narsalarga, chiroqlarga, nurg'un narsalarga ishlatildi. O'yinchoqlar, yan telefon, televizor, oiladagi barliq elektron asboblar, radio hammasi Xitoy bilan aloqador bo'lish ehtimolligi. Xitoydagi har qanday mushkul elektron masalalarning hammasi bizning Uyg'urlarning majburiy emgak bilan aloqador bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Ondan keyin
sho'xla pomidor mahsulotlari. Undan keyin xam materiallar. Kömür, neft, altın, elektron mahsulotlar. Palay, alyumin, go'sht mahsulotlari, ziynat buyumlari. Bu mahsulotlar türü ko'p. Demek Xitoylar Uyg'urlarni mayli xam material bo'lsin, mayli tayyor bitgan materiallar bo'lsin, hammasiga soladi. Demek nurg'un mahsulotlar aloqador, bog'langan deb qarashga bo'ldi. Bu mahsulotlarning turi ko'p. Bularning qul amgigi bilan ishlab chiqarilmaganligini qanday jazmlashtirib bo'ladi desa, bütün şirketler mecburi emgakning saqlanish mutaxassislarini taklif qilib tarbiyalayotdi. Amerika hukumatiningki chiqargan mazkur qonuniy va alohida belgilanmalarning hammasida mushu mecburi emgakning saqlanishga oid bütün belgilanmalar aniq ko'rsatilgan bo'lg'achqa, shunga shirkatlar asosan Xitoy boshqa davlatlardan mecburi emgak bilan ishlangan mahsulotlarningki bir qism komponent tarkiblarini boshqa davlatlarga eksport qilib, u yerdan boshqa shirkatlarning qo'li orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarningki ishlab chiqarilish o'rnini va shirkatning ismini o'zgartmaganga qadar Amerikaga kelish ehtimolligini tuman. Undaq bo'lsa, bu qonunga rioya qilmagan shirkatlarga qanday jazo qo'llandi? Albatta, şirketler ig'ir qonuniy oqibatlarga duch keldi. Buning ichida mahsulotlarni musodir qilish, jazo qo'llanish, shirkatlarningki obro'y inoati qatorliqlar. Bu har qanday shirkat uchun g'oyat zo'r o'ylashilgan muhim bir oqibat hisoblanadi. 12-chi Uyg'urlar mazkur qonun Uyg'urlarni qul qilishdan to'salam deyapmi? Buningga hozirgacha 100% alda yo'q deb javob bermaymiz. Xususen ben cevap veremeyim. Ama bu kanun Uygurlarni mecburi kul qilish orqali ishlangan mahsulotlarning Amerikaga kelishining oldini oladi, cheklaydi. Ya'ni Amerika shirkatlarining Uygurlarni mecburi kul qilishga sherik bo'lmaslik degan bir masalani aniq javob beradi. Endi Xitoy Amerika sitwamısını Afrika, Latin Amerikası, O'rta Sharq va O'rta Osiyodagi musulmon davlatlar va boshqalarga setish ehtimolligi bor. Mana shu Uyg'urlar ishlab chiqqan shu mahsulotlarni. Endi butunlay cheklash uchun bu faqat Amerikaning harakati emas, balki butun dunyoning o'rtaq harakatiga aylangan bo'lishi kerak deb qaraymiz. Birinchidan, ikkinchidan bu Xitoyningmi başqa amillarga bağlıq. Məsələn, hazır bütün dünya amısımı Xitay özünün içindeki 1 milyard 400 milyon nüfusqa setiş ihtimallıqı mahsulotlarni ishlab chiqarishi mumkin. U chaqda qanday cheklash kerak? Uningga hozircha xususan menda javob yo'q. Demek bu tövenlik yuqoridagi mazmunlarning hammasi Uyghur mecburi emgak aloqalar asosliq ommabop bo'lgan savodlar va tushunchalar bu hammamizningki bilishimiz, anglashimiz uchun zarur deb o'yladim. Keyingi qitimliq suhbatda men Uyg'ur mecburi emgak qonunini, Uyg'ur mecburi emgakni cheklash qonuni haqida, Uyg'urlar nima qilaydi degan tema haqida suhbatlashmoqchiman. Agar munosabatlik savol, taklif, fikrlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, savol qoldirsanglar, men unga javob berishga tirishman. Ko'p rahmat.